2026-yilda qurbonlik qilishda nima narsalarga e'tibor berish kerak? Agar bir ikkita narsalarga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, qurbonliklar o'tmaydi. Hozir qurbonlik bob qo'ylarimiz bormi deganlarga eng arzon va chiroyli sotiladigan joyga kelganmiz. Asilbek akamiz o'zi ko'p odam biladi, chunki bu chorva sohasi bo'yicha birinchi chiqqanlardan va o'zini sohasini va ma'lumotini foydali videolar berib kelganlar. Assalomu alaykum Asilbek aka. Assalomu alaykum. Charchamaysiz, Semiz aka. Rahmat. Xo'p, obunachilarimizga xudo xolasa zo'r qo'ylarimiz bor. Bor, xudo xolasa. Ro'shanbek hozirgi kunda 37 kilodan boshlab jami 65 kilogacha bo'lgan holatdagi qo'chqonlarimiz bor. Ya'ni Qurbon hayitiga yaxshilab boqilgan. Mana shu qo'ylarimiz o'zimizda, qo'ramizda 4-5 oydan yem yegan. Demak, o'zingiz boqqan. Ha, ya'ni bularni boqqanmiz. Bularning soni 100 bosh edi. Mana jichcha qilib olib chiqib, уже mana yengillatib, mana shu qo'chqonlarimiz qoldi. Xudo xolasa qo'ylarimiz arzon narxlarda, sifatli go'shtlarda xalqimizga yetkazib beryapmiz. Asilbek aka, qo'y olayotganda nima narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi? Xo'p, qurbonlikqa olayotganda birinchi o'chirda ko'pchilik aytadi, misol uchun ahli ilmlar ham bor. Biz chunki unaqa ahli ilm emasmiz, lekin qo'limizdan kelganicha o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holda aytamiz. Ko'pchilik kelgan, olgan, shuniga qarab turib aytamiz, qo'y birinchi o'rinda sog'lom va baquvvat. O'sha yettinchasi sog' deganda, ya'ni cho'loq, invalid unaqa bo'lmasligi kerak, sog'lom bo'lish kerak. Ya'ni o'sha so'yiladigan joyga o'zi oyog'i bilan yurib boradigan darajada sog'lom bo'lish kerak. Keyin yana bir narsa ko'pchilik aytadi, o'sha quloq masalasi bo'yicha, mana oddiy misol mana shu quloqni oladigan bo'lsangiz, mana uchida qirqilib va bu endi en qo'yilgan, ya'ni bu enimiz cho'ponlar tomonidan qo'yiladi. Sababi qo'ylar almashib ketmasligi uchun qo'yiladi. Asosiysi mana shunday ushlaganda o'zi o'tsa, demak, so'yilsa bo'laveradi degan nimalarni ham eshitganmiz, to'g'risi. Lekin iloji boricha, misol ko'ngil chiroyli bo'lsa, bir ahli ilmlardan so'rab, bir qator maslahat olib, to'g'risi olib so'yishlarini tavsiya beramiz. Endi Asilbek aka, hozir ko'pchilik bozorda odam ko'p, kimdir bormaydi, xohlamaydi va tushunmaydi. Bozordan arzon olsangiz ham bo'ladi, qimmat olsangiz ham bo'ladi. 3-4 million qimmat ham olib qo'yishadi, ko'pchilik kelgan achinib yurishadi. Shuning uchun Asilbek akam o'zi bu yerda bozor qilib qo'yganlar. 24 soat o'zlari xonadonlari kesalarning doimiy qo'ylar bo'ladi. Endi Asilbek akam musofirda yurgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, kartezga to'lov qilib berilsa, uylariga chiroyli qurbon bob qo'ylardan chiqarib yetkazib beramiz. Aytgan razmerlarda kilosini aytib beraman. Men hozir aytib o'tib ketgan 37 kilodan 65 kilogacha toza go'shtini aytdim. Ya'ni toza go'shti ana shu kiloga tushadi. Ya'ni hozirgi kunda qassob narxiga bemalol to'g'ri keladi. Sababi biz bu maqsad, bu narsani qilishdan maqsad Qurbon hayitiga kelganda narxni oshirib olish yoki qimmat sotib o'zimizning manfaatimizni o'ylash emas. Asosiysi xalqimizga sifatli va chiroyli go'sht mahsulotlarini yetkazib berish. Xudo xolasa Ro'shanbek mana shu bizni kuzatib borsa, yangi bir loyiha ustida ish olib boryapmiz. Kelgusiga xudo xolasa juda ham bir yangilik qilamiz. O'sha chetdan mana shunday qo'ylarda, naslli qo'ylarda, seleksiya qilinayotgan qo'ylarni olib kirib, mana o'zimizda misol xalqimiz uchun go'sht mahsulotlarini ko'proq yetishtirib berish. Ya'ni hozirgi kunda misol patoloy 100 kilo 80 kilo go'sht qilayotgan bo'lsa, misol oldi qo'ylarimiz. Lekin shularni 150 kilo, 160 kilogacha olib chiqish niyatimiz bor. Mana shu xudo xolasa shuni harakatida yuribmiz. Hozirgi kunda go'sht narxi oshyapti, endi biz tushirishda, xudo xolasa tushiramiz. Imkon qadar tushiramiz. Sababi nimaga? Misol uchun bir xilga xonadonlarda go'sht yeyotganlar bor, yemayotganlar bor, har xil insonlar bor. Lekin hamma xudo xolasa kelgusida mana shu qo'ylarni chorvachilikda baraka narsani ko'paytirish maqsadimiz bor. Asilbek aka, telefon qilishadigan bo'lsa, qurbonlik bob qo'ylarimiz eng arzoni nech puldan nech pulgacha olsak bo'ladi? Hozirgi kunda Ro'shanbek eng arzoni 5,5 milliondan boshlab oldi 8,5 million so'mgacha qo'ylarimiz bor. Holatiga qarab, ya'ni katta kichigiga qarab turib narxlar qo'yilaveradi. Agarda naslga so'raganlar bo'lsa, naslbob qo'ylarimiz ham bor. Bor, Masalan, mana hozir 5,5 million, 6 million, 7,5 millionliklarni ham qurbonlikka qilsak bo'ladi. Bemalol, shu yoshiga to'lgan. Ya'ni o'zi aslini olganda 6 oylikdan o'tsa, ya'ni so'yilaveradi. 6 oyda bir yoshar bo'ladi bu qo'ylarimiz. Bu qo'ylarimiz 10 oylik, 11 oylik qo'ylar. Ya'ni 12 oyliga o'tgan, tish buzishga kelib qolgan. Ya'ni bemalol qurbonlikqa yaraydi. Demak yaraydi. Demak, hozir o'sha 6 millionlik atrofi necha kilo atrofi chiqishi mumkin taxminan? 6 millionligimiz o'sha 40 kiloni bosib keladi. 42-43 kilo keladi. Atrofida chiqaveradi. 42-43 kiloga aylanadi, xudo xolasa. O'zimizdan Asilbek akamdan doimiy bizga kerak bo'lib qoladi. O'zimiz yaqinlardan olamiz va ko'ngildaqa chiqadi. Doim aytganman, aytilgan narsadan ko'proq. Misol, yog'i kam chiqadi, go'shi aytilgandaqa. Xuddi o'sha gapingizga mana qo'ylarimiz ko'rishingiz mumkin. Dumbalari uni ham yo'q, ya'ni yog'siz. Go'shtlar qo'ylar. Junlarini olib borini ko'rsatib qo'yganmiz. Mana shu qo'yimiz, o'sha mana shu go'sht turibdi o'sha, hisob qilinaveradi sababi.
demak shunga e'tibor berish Ha, kerak. shunga junlarni Mana olib qo'yganmiz. Bu Bir yerda qarashini hozir bilamiz. siz kelguningizgacha turdim. Juda ko'p klient kelib ketib, Shunday. o'sha yoqib, hozir bittasi ham olib ketdi. Xudo xohlasa. Akalarimiz ham xudo xolasa baraka qilish payda turishibdi, Qarapasizlar, Xudo tanlashyapti. Agar ma'qul kelsa akalarga ham chiroyli qilib arzon qilib Xudo beriladi. xohlasa. Endi mana zotdorga, bundan tashqari qurbonlikka, keyinchalik bu videoda ko'rishadigan bo'lsam, bolali qo'ylarimiz ham bo'ladimi aka? Misol Bo'ladi, ko'paytirish- hammasidan bo'ladi. hammasidan Xudo xolasa, bor. biz aytdim-ku, haligi aytib o'tgan seleksiya natijalarini ham boshlaganmiz. Ya'ni toza arashan qo'ylarni, hisori qo'ylarni o'sha kengaytiryapti safimiz. Kengaytiryapti. Xudo xolasa, kelishsa, haytdan keyin ham xudo xolasa chiroyli qo'ylar, Doimiy ko'ngilli, bo'ladi. doimiy qo'y bo'ladi. Bo'lmasam Asalbek aka nomerlar qoldiraman operatorda Bemalol. aloqaga chiqsin, mashinalarimiz ham tayyor turibdi. Bor, dastavkalarimiz Dastavkalar bepul kelishgan O'zbekiston holda bo'yicha. qilib beriladi. O'zbekiston bo'yicha bepul. Kelmoqchi bo'lganlarga manzilni bilishadi, yana bir qator aytib bersangiz aka. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev-Tekstil oldida. Dev-Tekstildan Varzay, Aramazor, Qoratepa yo'nalishiga 100 metr tursa chap qo'lda yo'lni bo'yida. Istagan aka hamma sharoitlarimiz Xudo bor. Kelib, Ravshanbekni nomini salang, albatta chiroyli qilib Asalbek ham qo'ylarda qilib beradilar.